وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, inshaalloh sizlar bilan bugundan boshlab arab alifbosi darsimizni boshlaymiz. Ko'pchilik kuzatuvchilarimizni talablarini inobatga olgan holda ushbu darsimizni boshlashlikka qaror qildik. O'ylaymizki, bu darslarimiz barchamiz uchun foydali bo'ladi. Ma'lumki, arab tilini bilishlik, xossatan arab harflarini to'g'ri nutq qila olishlik har bir musulmon erkak bo'lsin, muslima ayol bo'lsin, unga vojib bo'ladi. Chunki biz bu arab harflarini tanish orqali Robbimiz nozil qilgan Qur'oni Karimni to'g'ri o'qiy olamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis shariflarini to'g'ri o'qiy olamiz. Aksar bizda xatoga yo'l qo'yishligimiz arab harflarini yaxshi tanimaslikda, yaxshi o'zlashtirmaslikda. Inshaalloh kelajakda bu darsimiz boshlang'ich, ya'ni birinchi arab harflari bo'lsa, keyinchalik inshaalloh arab tilida ham dars qilamiz. Bu darslarimiz davomi bor inshaalloh. Mabdal qiroat bo'lsin, o'zimizda diyorlarda mashhur bo'lgan sarf fani, nahv fani, bulardan hammasidan inshaalloh dars qilamiz. O'ylaymizki, bu darslarimizni kuzatib borib, dars so'ngida barchangiz Qur'oni Karimni to'g'ri o'qiy olasiz degan umiddamiz. Bu darslarimiz boshlang'ich, arab harflarini tanimaydigan birodarlarga xos bo'lganligi uchun, o'g'il qizlarimizga, opa-singillarimizga xos bo'lganligi uchun, ularga qiyin bo'lib ketmasligi uchun, ya'ni ularga oson bo'lishligi uchun biz tajvid qonun qoidalariga chuqur kirishmaymiz. Tajvid qonun qoidalari uchun esa inshaalloh kelajakda alohida bir darslar qilishlik niyatimiz bor. Bu darslarimizni olib borishlik uchun yurtimizda hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan Muallim Soniy kitobini asos qilib olamiz va kerakli o'rinlarda boshqa bir ma'lumotlar ham berib boramiz. Bizning darslarimiz shundan iboratki, mubtadi, ya'ni boshlang'ichlarga yengil bo'lishligi uchun biz Muallim Soniy kitobidagi har bir harfni ostidagi so'zlarni doskaga yozib va harakatlarini qo'yib va o'qib beramiz. Bizni darsimizni kuzatuvchilardan biz iltimos qilamizki, qo'llaringizga ruchka, daftar olib, bizni darslarimizni kuzatib va yozib borishingizni va shu harflarni nutq qilib qo'lingizdagi telefon va har qanday narsaga yozib, ekranda ko'rib turgan, ekranlaringizda chiqqan elektron pochtasiga yuborishliklaringizni sizlardan iltimos qilamiz. Inshaalloh biz sizlarning harakatlaringizga qarab, yozuvlaringizga qarab va sizlarning nutq qilishlaringizga qarab o'z munosabatimizni inshaalloh bildiramiz. Demak, bizning darslarimiz birinchi arab alifbosini tanish. Arab alifbosi huruful hijaiyya yoki huruful abjadiyyaga bo'linadi. Huruful hijaiyya degani nutq qilinadigan harflar. Ya'ni so'zlashadigan, nutq qilinadigan harflar. Huruful abjadiyya esa yozilinadigan harflar. Huruful hijaiyyalar 29 ta harfda tashkil topadi. Ya'ni 29 ta harfdan tashkil topadi. Huruful abjadiyyalar esa 28 ta. Nima uchun 28 ta bo'lsa 29 ta? Chunki arablar hamza harfiga alohida bir shakl berishmagan. Hamza harfiga alohida bir shakl berishmagan. Hozir Muallim Soniy kitobimizdagi bu tartib, harflarning tartibi, 29 ta harfning tartib yozilishligi 90-hijriy yilda Nasr ibn Asim al-Laythi rahimahulloh bu tartibni shu kishi tuzganlar. Va ustiga qo'yilgan to'shkalarni ham, nuqtalarni ham u kishi qilganlar. Alloh u kishidan rozi bo'lsin.
Dastlab harakatlar haqida inshaalloh gapiramiz. Hamzani o'zi haqida inshaalloh darsimiz davomida gapiramiz. Demak, darsimizga kirishsak, birinchi harfimiz alif. Alif bu aslida hamzadan majoziy aytilgan alif deb. Alifni inshaalloh darsimiz so'ngida muallim soni kitobimizning oxirlarida alif haqida bahs keladi. U haqida to'liq ma'lumot beramiz inshaalloh. Hamza harfi biz hamzadan majoziy dedik. Hamza harfi ilgari alohida unga shakl berilmagan. Ba'zilar uni alif bilan yozishgan bu shaklda, ba'zilar vov bilan, ba'zilar yo harf bilan yozishgan, ya harf bilan. Ba'zilar quruq o'zini yozgan yoki yozilmagan bo'lsa ham nutq qilingan hamza. Hamza harfi 175-hijriy yilga yetgandan keyin Xolil ibn Ahmad al-Farohidi rahimahulloh hamza harfi ayn harfiga mahraji yaqin bo'lganligi uchun hamza harfining boshini olib hamzaga shakl qilib qo'ygan. Ya'ni e'tibor bersak, hamza harfi ayn harfiga hamza harfining mahraji yaqin. Masalan, a. Hamza harfi esa a sukun holatda. Shuning uchun hamza harfining boshini hamzaga, ya'ni ayn harfining boshini hamzaga shakl qilib berganlar. Shuning uchun ham shu ayn harfining boshi alif ustida keladi, yod ustida keladi, vov ustida keladi, o'zi kelib qoladi. U hamza deb e'tibor qilinadi. Demak, ba harfi, ta va sa harflar. Bu harflarning har birini o'z ismi bilan tanishligimiz kerak. Albatta sizlar o'z ismi bilan tanib, ya'ni ba deb ataladi, b deb aytilmaydi. Bu b o'zbekcha. O'zbekcha nutq qilinganda yoki turkcha nutq qilinganda b, t, f deb nutq qilinadi, lekin biz arab alifbosini o'rganayotganligimiz uchun ba deb nutq qilamiz. Ba, ta, sa. Qaraylik, bu harflar bir-biriga o'xshaydi. Avval bir harflarni nutq qilaylik, keyin sharhlashga inshaalloh o'tamiz. Demak, e'tibor beringlar. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, ayn, g'ayn, fa, qof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, ya. Mana bu huruful abjadiyya, ya'ni yozilinadigan harflar. Demak, e'tibor bersak, alifni aytdik, alif harfini. Ba va ta va sa harflariga e'tibor beraylik. Shakli bir xil. Faraz qilaylik, shu nuqtalari yo'q. Qanday o'qiymiz? O'qiy olmaymiz. Oldin shu nuqtalar yo'q bo'lgan o'qishgan. Gapni siyoqiga qarab o'qishgan. Lekin keyinchalik aytdik, Nasr ibn Asim al-Laythi rahimahulloh 90-hijriy yilda bu nuqtalarni qo'ygan. Demak, baga bitta nuqta ostiga bir nuqta qo'ydi. Taga esa ustiga nima qildi? Ikkita nuqta qo'ydi. Sa harfiga 3 ta nuqta qo'ydi. Demak, ba, ta, sa. Faqat nima? Nuqtalar bilan farqlandi. Nuqtalar bilan ajradi. Jim harfi. Jim va ha va kho harflariga qarang. Shaklda bir xil.
shaklda bir xil, faqat nuqta. Jim harfining o'rtasida, ya'ni qornida nuqtasi bor, ostida. Ha harfda nuqta yo'q. Xo harfda esa bir nuqta bor. Alloh u kishilardan rozi bo'lsin. Demak, jim va ha va xo harfda o'rgandik. Dal va zal harfiga qaraylik. Dal harfi va zal harfi ko'rinishda bir xil. Va zal harfi za harfi da ustida bir nuqtasi bor. Shu bilan za bo'lib qoldi. Agar nuqta olib tashlasak, dal bo'lib qoladi. Ro harfi va za harfiga qarang. Shaklda bir xil, faqat bu yerda nuqtalar farqlanyapti, ya'ni nuqta bilan. Zal harfda, ya'ni za harfda yoki zi deyiladi yoki zay harf deyiladi, ismlari yo za, yo zay, yo zi harfi. Z emas, z bizda o'zbekchada yo turkchada. Ustida bir nuqtasi bor, za. Nuqta yo'q bo'lsa, ro harfi bo'ldi. Sin va shin harfimizga qaraylik. Sin harfda ham 3 ta sinnasi bor, ya'ni tishi bor. Shin harfda ham 3 ta tishi bor va kasasi bor, qozonchasi. Demak, ularda nima bo'lyapti? Har bir tishiga bittadan nuqta qo'yib chiqqan. Shin qilib. Demak, har bir 3 ta nuqta qo'ysak, shin harfi ro'yobga chiqadi. Agar nuqtalar olib tashlasak, sin harfi bo'lib qoladi. Sod va dod harflari. Sod va dod harflari shaklda bir xil. Faqat nimada farqi bor? Nuqta bilan. Dod harfda bitta nuqta bor. To va zo harflari ko'rinishi bir xil. Faqat unda bitta nuqta bor. Zot harfda bitta nuqta bor. Ayn va g'oyn harfi ham bir xil. Ayn va g'oyn harfi ham. G'oyn harfida ustida bir nuqtasi bor. Fa va qof harflari. Ro'si bir xil, ya'ni boshi bir xil, lekin qozonchasi biroz cho'ziq, fadiki, qofdiki esa qozonchasi chuqurroq. Shu bilan farqlanadi. Fa harfida ustida bitta nuqta, qof harfida esa ikkita nuqta. Lekin jumla o'rtasida, so'z o'rtasida kelsa, nuqtalar bilan farq qilinadi xolos. So'z o'rtasida kelsa, qof harfida bitta, ikkita nuqta va fa harfida esa bitta nuqtasi bor. Demak, fa va qof harflarini bilib o'tdik. Kaf harfi va lam harflari bir-biriga o'xshab ketadi. Faqat kaf harfda yuqoriga chiqqan cho'zig'i bor va ba harf. Lekin shaklda ko'pincha yozuvda bir xilga o'xshab ko'rinadi. Lam harfda alif va osti nun harfi. Alif va osti nun harfi. Mim harfi o'zgacha bir harf. Boshqa bir harflarga o'xshamagan ya'ni bir farqqa ega. Mim harfi. Nun harfi ham xuddi shunday. Nun harfiga agar alif qo'ysak ustiga lam harf bo'lib qoladi. Nun harfining ustida bitta nuqta bor. Vav harfi ham boshqa bir harflarga o'xshamagan bir o'z holi bir alohida bir ko'rinishga ega. Vav harfi. Ha harfi yumaloq shaklda, ya'ni arab tili 5 harfi bor. Shunday yumaloq shaklda. Lam alif, lam va alifi bor. Lam harfi, ya'ni boshida keladigan lam va ustiga alif qo'yilgan. Bu lam alif haqida inshaalloh darsimizda davomida tushuntirib o'tamiz. Ya harfi ham boshqa bir harflarga o'xshamaydigan harf, lekin jumla o'rtasida kelgan bo'lsa, u nima bo'ladi? Xuddi ta harfida yoziladi. Faqat ostiga ikkita bir nuqta qo'yiladi. Allohu alam. Demak, bugungi darsimiz mana shu harflarni yodlaysiz va nutq qiling va bizga yo'llaysiz. Inshaalloh ertadan sizlar bilan alifda, ro harflarini doskaga yozib birgalikda o'qiymiz va siz azizlar ham uni darsimizni kuzatishni xohlovchilar albatta yozib borishlarini iltimos qilamiz. Inshaalloh darsimiz Muallim Soniy kitobini tugatamiz va undan keyin kalimalarni o'qiymiz va undan keyin esa Qur'oni Karimdan yarim porani amaliy tarzda birgalikda har bir harakatlarini, g'unnalarini joy-joyiga qo'yib turib birgalikda o'qishni o'rganamiz. Inshaalloh Alloh taolo o'z darslarimizda davomiy qilsin, darslarimizni foydali qilsin. Siz azizlarga ham tez kunlarda Qur'oni Karimni to'g'ri
chiroyli va to'g'ri o'qishliklaringizni Allohdan so'rab qolaman. Shuning bilan birinchi bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.